Birinchi obzori men bu tillada qilmoqchiman. Xorazmlik klientimizga. Juda ham chiroyli va nafis onalarga olingan tilla. Bu mulk tillasi 22 karat, baquvvat qilingan. O'ylamanglar bu baquvvat emas deb. Juda ham proshniy ishlangan. Yangi 916 proba 22 karat. Mana qaranglar, toza tilla, mulk tillasi. Bay, buni chiroyliligini qarang. Ukamiz bittada zo'r tilla oldingiz, ilohim yaxshi kunlarga nasib qilsin. Boshqa niyat qilganlarga ham onangizga shunaqangi chiroyli. Bu 100 ta brilliant o'rnini bosadi. Toza tillamizdan biri 22 karat. Qaranglar, shunaqangi chiroyli. Gram 20 gramdan ozgina oshiq, 18 razmer. Buni ham razmer qilingan. Qo'llariga ba'zi braslet taqsinglar bilasizlarmi? Qo'llar onamni qo'li kichkina deganlar. Bu ham razmer qilingan, bu ham razmer qilingan. Idealniy tilla, mulk tillasi. Mana atirgullar hamma joyda idealniy holatdagi tillamiz, ya'ni 22 karat. Bu hammasi oltin. 916 probada 91% oltini bo'ladi, toza oltin. Ilohim hammanglarga nasib qilsin bitta bo'lib. Buni kichkina grami ham bor, xohlasanglar. 18 grami bor, bundan 12 gram bor, 13 gram bor. Chiroyli qilib beramiz. Zo'r tilla, maslahat beraman.